Misol adam Cruyff ko'rganlar, rahmatli Cruyff aytib men adamlarga ishonardim bo'ldi. Va yillar o'tgandan keyin adam gaplari to'g'ri bo'lib chiqdiki, Cruyff hozirgi Barselona, Messi Barselona, hammasi Cruyff g'oyalari bilan chiqdi. Ya'ni Cruyff Peledan ko'proq futbolga naf bergan. Pele Braziliyani ochgan, kartaga Braziliyani qo'shgan, shunaqa mamlakat borligini ko'fi Pele chiqdi va futbolni sport turiga aylantirdi deganlar. Lekin Cruyff ilmga aylantirgan. Men shu gaplarni eshitardim, tushunmasdim. Lekin hadirdim, chunki otam yashagan. Shu o'lchovlarni o'zi adam tushuntirganlar. Men Peleni ko'rganman, Garinchani ko'rganman, uni ko'rganman, lekin Cruyff umum kelajak uchun futbolni o'zgartirib yuborgansa, 3 ta davr ko'rgan odamda. Va o'sha Messi, Ronaldolar chiqqan paytida 19-yil vafot etgan bo'lsalar, ko'rganlar, bular ham ko'rganlar. Rosa tortishuvlar bo'lsa, boshqa bo'lsa, indamasdilar, ortiqcha gapirmasdilar, lekin qo'ydirdilar. Qiziq gaplari bor edi. Nimadir she'rlarni eshitib qo'ygan hozir.